Maxsus trans ishlab chiqarish boshqarmasi davlat korxonasining rasmiy veb-sayti zamonaviy talablar asosida yangilangan holda ishga tushirildi. Endilikda siz korxona faoliyatiga oid barcha ishonchli va dolzarb ma'lumotlarni maxsustrans.uz rasmiy sayti orqali olishingiz mumkin. Jumladan, korxonaning asosiy ko'rsatkichlari, mavjud texnika vositalari, chiqindi poligonlari, shuningdek, faoliyatning huquqiy asoslari haqida batafsil ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyati mavjud. Fuqarolar uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida saytda virtual qabulxona xizmati ham yo'lga qo'yildi. Ushbu xizmat orqali siz o'zingizga tegishli ma'lumotlarni kiritib, murojaatingizni bevosita elektron shaklda yuborishingiz mumkin. Murojaatlar mas'ul xodimlar tomonidan tezkor va sinchkovlik bilan o'rganilib, sizga aniq hamda asosli javoblar taqdim etiladi. Saytning yangiliklar bo'limida korxona faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar, amalga oshirilayotgan ishlar va fotolavhalar muntazam yoritib boriladi. Shartnomalar bo'limida esa ommaviy oferta shartnomalari namunalari bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, saytda tuman filiallari haqida batafsil ma'lumotlar hamda korxona tomonidan xizmat ko'rsatiladigan mahallalar ro'yxati keltirilgan. Vakansiyalar bo'limi orqali mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan tanishib, nomzod sifatida onlayn tarzda hujjat topshirish imkoniyati yaratilgan. Raqamlashtirish va ochiqlik yo'lida amalga oshirilayotgan ushbu yangilanishlar orqali aholiga yanada yaqinlashish, xizmatlar sifatini oshirish hamda o'zaro ishonchni mustahkamlashni maqsad qilganmiz.